Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hada va ma kunna lahu muqrinin va inna ila robbina lamunqalibun. Jonivorlar, o'zinglarni sho'ylar. Mo'min insonlar ustinglarda. Maşalloh, tabarakalloh. Buni qaranglar. Allohu akbar. Sahro kemasida Alloh taolo mana shunday bir sayrni sayohatni nasib qildi. Birodarlar, Misr ehromlari Qohiradamiz. Yer yuzini sivilizatsiyasi boshlangan bir zamonlar. Xo'p, Fir'avn degani hurmatli bizni kuzatib turganlar, bu o'sha zamonlarda, qadim zamonlarda Misrni zolim podshohlari nomi bo'lgan ekan, nomlanishi. Hozirda biz mana demak aytganimizdek, mana hozir Misr ehromlari zamon tilida aytganda piramidlari mana shu solinishligiga bir hayron qolishingiz kerak edi. Ana shu zamonda qanday bir sivilizatsiya bo'lganki, qaysi bir texnologiya, qaysi bir texnika bilan, demak boya aytganimizdek, odamlar jussasi o'sha vaqtda shunga yarasha yo'g'on jussali bo'lgan. Misol hozir 170, 182 metrli eng baland odam bo'lsa, 3 metrli uyda solyapmiz bemalol. Xuddi shuni singari demak, u vaqtdagi odamlar bo'ylari 30, 40, 50, 60, odam alayhisalom bo'ylari 70 metr taxminan bo'lgan, maşalloh. Demak, o'sha zamondagi odamlarning kuch-quvvati ham mana shu narsaga to'g'ri kelgan, shunaqa imorat solishlikka. Mana qaranglar, mana atiqalar. Nasib qilsa, kelib qoladigan bo'lsangiz, albatta bir ziyorat qilib ketishlik foydadan xoli emas. Ana. Mirzochon qori. Men bilan billa. Orqa tomonda ham eski asorlar, atiqalar. Brachkalarimiz mana piyoda. Piyoda yurgan odamga nima bor piyoda dedi. Karvon qo'riqchilari ekan bular. Bu qancha yaqinlashgan sari shunchalik haybatli ko'rinar ekan. Qarang, endi Fir'avn bir zamonlar nima degan edi? Men Muso va Harunning xudosini ko'rish uchun menga nima minora quringlar degan edi. Qurgan minoralar nima berdi? Hech nima bermadi. Balki o'shanga o'xshagan zolim Fir'avnlar hammasi halok bo'ldi, birortasi qolmadi.